Navoiy shahrida yana bir e'tiborga loyiq va ilhomlantiruvchi natija qayd etildi. 4-maktabning 2-sinf o'quvchisi Muhammadali Yusupov ingliz tilidan B2 darajadagi milliy sertifikatni qo'lga kiritib, yosh toifasida yangi rekord o'rnatdi. 8 yoshda bo'lgan o'quvchining bu darajaga chiqishi alohida e'tiborga loyiq. Chunki B2 daraja odatda katta yoshdagi o'quvchilar va hatto talabalar uchun ham murakkab hisoblanadi. Bu esa uning bilimiga bo'lgan qiziqishi, intizomi va muntazam mehnati yuqori darajada ekanini yaqqol ko'rsatadi. Mazkur natija Navoiy viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan rasman e'lon qilinib, ingliz tili bo'yicha milliy sertifikatni qo'lga kiritish borasida yoshlar orasidagi rekord yangilangani ta'kidlandi. Bu yutuq nafaqat bir o'quvchining shaxsiy muvaffaqiyati, balki butun ta'lim tizimi uchun ham muhim ko'rsatkich bo'lib, yosh avlodning imkoniyatlari tobora kengayib borayotganini isbotlaydi. Bugungi kunda bunday natijalar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yo'naltirilgan ta'lim, ota-ona qo'llab-quvvatlashi va boladagi ichki motivatsiya birlashsa, juda yoshligidayoq katta marralarni zabt etishi mumkin. Xo'sh, sizningcha bunday natijaga erishishda qaysi omil hal qiluvchi rol o'ynaydi? Tabiiy iste'dodmi yoki uzluksiz mehnat? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentlik Reklamator kanalida kuzatib boring.